Assalomu alaykum. Bizlar Sadaf guruhi orqali shu yerga ishga joylashdik. Sayra opani nimasi orqali joylashdik. O'zbekiston Jizzaxdanmiz. Yaroslavskiy oblastida ishga joylashdik. Ancha yaxshi dachada. Hamma narsa sharoitimiz bor. Mana xonamiz. Talashib yurish yo'q. Bir joylarga ishlashga majbur bo'ldik. 1 yildan beri, 1 yarim yil ishlabmiz. Opshtada hojatga, yuvinishga, gazga, xolodilnikka talash. Mana hozir o'zimiz qutuldik shu narsalardan. O'zimizda xolodilnikimiz, hamma narsamiz bor. O'zimiz ovqat qilamiz. Ish beruvchilarimiz ham juda yaxshi oila. Kechagina mana archani olib kelib beribdi yangi yilga sizlarga deb. Kiyim-kechak ham berib turishadi. Yotar joyimiz issiq. Mikrovolnoy pechimiz, ovqat qiladigan joyimiz. Issiq suv, sovuq suvimiz, hamma narsamiz bor. Pechka ham, bu ham batareyka ham ishlaydi. Bu pechkani ham suqib ketib qolishibdi. Televizorgacha qo'yib berishgan. O'zimizni cho'miladigan joyimiz. Mana o'zimizda yo'q kiyimlardan tashqari ham ancha-muncha kiyim berishgan bular. Kerak bo'lsa yana olib beramiz deydi. Yo'q, bunchani nima qilamiz shuncha deb hovlimiz bor. Ishimiz 1-2 soatga ham bormaydi bir kunlik ishimiz. 2 soatga ham borayotgani yo'q. Bitta o'zimiz taqab nima qilsak 1-2 soatga borishi mumkin. Mana shu hovlida ishlaymiz. Ish beruvchilarimiz mana shu nariga 2 etajda ularda turishadi, bunda biz. Men mashinani berib qo'ygan. Bu yoqqa borib kelishga, bozorlikka, keyin bolalarni, ayolini olib yurishga. Xo'jayin o'zi ham, xo'jayini eri anoni nimadan kelib turadi onda-sonda. Moskvaning sentridan kelib 2 kun 3 kun bo'lib ketadi. Bu yerda tayinli ish yo'q. Yozda o'tirish kerak. Ozgina supurib olish kerak. Qishda qor ko'rash kerak deydi. Hali qor ham bir yog'ayotgani ham yo'q. Yoqqan taqdirda ham 2 soatga qolmay, 1 soatga qolmay tugatsa bo'ladi. Hammasi yaxshi. Sayra opa, rahmat sizga.